Assalomu alaykum, Islom Ustus kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Quva tumaniga olib kelib o'rnatdik darvozamizni Dehqonobod qishlog'iga. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, kanalimizga uzoqlashmanglar. Iltimos aktiv bo'lsa, like tugmasini bosib, darvoza, rishotgan, naves izlayotgan turgan aka-ukalarga mana shu videomizni uzatib qo'yasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha eng ideal holatda darvozalarni, kraskalarni chiroyli qilib tayyorlab berishga harakat qilamiz. Aka-ukalar, xudo xolasa kanalimizga uzoqlashmanglar, darvozamizni ma'lumotga beramiz. Mana bu darvozamizni eniga 360 bo'ldi, bo'yiga 315. Xudo xolasa 2 qavatli emas bu, 1 qavatli darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rinishini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. 2 arkali darvoza, 2 yoni, tagi o'nlik shiviller bo'lgan, tepasi 10/5 profili bo'lgan. Xudo xolasa materiallarimizga behijolat. Mana aka-ukalar, shumkaga o'xshab chiqqan zamoklarimiz zubur zamok. Shiviller choklarni yopib berganmiz. Profillari 6 to'g'ri, 1,5 qalinlikda. Kelishilgan holda aka-ukalar, mana shu darvozamizni masalan shu holatini 900 ming so'mdan qilib berdik. Agar nerjinkalari bo'ladigan bo'lsa, uncha-muncha majmualari bo'ladigan bo'lsa, 950 ming so'mdan shu aksiya narxda tayyorlab beraveramiz aka-ukalar. Darvozamizni o'xshi kvadrati 11 kvadratmi shunaqangi chiqadi. Kraskalarimiz mokrospal, matvi kraska. Kraskamizga ham baho berib qo'yaverasizlar. Darvozaxonani holatini qaranglar. Mana bu yerda to'g'ri yo'l ketgan. Bu yoq ko'z qilishib darvozaxona qilishgan ekan mana. Katta yo'lda bo'yida. Xohlasa aka-ukalar, behijolat aloqaga chiqinglar. Islom ustozlarining xizmatlarini O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Albatta voqea tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Ma'lumot qilib bergan kraskalarimizni ma'lumot qildik. Mokrospal, matvi kraska. O'ta qalin qilib sachyapmiz, imkon qadar zang chiqarmaydigan qilib, xizmat qiladigan qilib tayyorlayapmiz aka-ukalar. Yana qanaqangi materiallar, ma'lumotlar kerak. Arqonchaspaklarimizni ham imkon qadar qalindan qo'yib beryapmiz. Arqonchaspak, mana bargullarni ham qo'yib berganmiz. Haytek gullarni, haytek soplarni qo'yganmiz aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, Islom ustozlarining xizmatlaringda O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Orqa qismini ham ko'rsatib qo'y-a. Orqasini ko'rsatmadim darvoza. Mana orqadan ochilib yopilishlari. O'rtasi sentr zamok. Mana orqasi ham juda ham chiroyli darvozamiz. Salliq bo'lgan. O'rtalari sentr zamok. Bitada ochilib yopiladi. Hamma konkretni rezinkalarni qo'yib, daranglamaydigan qilib berganmiz. Biz darvozani iloji boricha chiroyli qilib, ochilib yopilishini o'ta yengil qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Sababi ertaga yosh katta odam ham, kichkina odam ham ochib yopgani qiynalmasin deymiz. Ertaga neto ochilib yopilsa yo atkaz qiladigan bo'lsa, tepasi borib, pasti bormaydigan bo'lsa, ertaga biz so'kish eshitamiz orqadan. So'kish eshitmaydigan qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beryapmiz. Uncha-muncha aybi bo'lsa, beayb parvardigor. Lekin aka-ukalar, xudo xolasa yurakdan chiroyli qilib hamma yo'g'ini tayyorlab beramiz. Aloqaga chiqaveringlar.